Bugun Jizzax qishloq xo'jaligida rivojlangan hududga aylanyapti. Bu sohaga ilm kirib kelyapti. Bu sohada har bir ekiladigan maydondagi urug' qadash aniq hisob-kitoblar yordamida amalga oshirilyapti. Natijalar albatta juda yuqori. Paxtachilikda, g'allachilikda har bir fermer o'z oldiga aniq maqsad qo'ya olgan inson bugun yuqori natijalarni, yuqori hosildorlikni olyapti. Va bu albatta o'z-o'zidan unga ishonch beryapti. Ortiqcha bosimsiz, halol mehnatning zavqi bo'lakcha. Dalasida yetishtirilgan hosilni ko'zdan kechirib, kelgusi rejalarni tuzayotgan, yerning haqiqiy egasiga aylangan jizzaxlik fermerlarning ko'zlarida ishonch, ertangi kunga bo'lgan umid mujassam. Chunki Jizzaxda bugun qishloq xo'jaligida tizim o'zgardi, yerga bo'lgan munosabat o'zgardi. Bugun fermerlar bosimsiz ishlayapti. Qachon paxta ekish kerak, qachon g'alla ekish kerak, qanaqa agrotexnika qilish kerak, uni fermerning o'ziga tashlangan. Oldin bizda viloyat rejani bajarmaguncha fermerning g'allasi o'rilmagan. Qachon Jizzax viloyatining g'allasi bajarilgan, keyin fermerning o'ziga tashlangan. Kamboy topsa yoqilg'i topolmaydi, yoqilg'i topsa kamboy topolmaydi, hammasini topsa tashiydigan mashina topolmaydi. Mana bu yil shunaqa sharoit yaratildiki, bajargan fermer yerining 50%ni o'rgan bo'lsa, qolgan 50% o'rilib beriladi. 40%dan rejani bajargan bo'lsa, qolgan 60% o'rilib beradi. Ishlaganga natija bor, ishlaganga daromad bor. Shuni bilgan fermerlar bu yil Jizzax viloyatida g'allaga butun mehrini, butun e'tiborini berib ishladi. Hududning tuproq iqlim sharoitini e'tiborga olib, to'g'ri tanlangan urug' g'allachilikda mo'l hosilning garovi hisoblanadi. Jizzaxlik mirishkorlar bugun bu haqiqatni chuqur his qilgan holda iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sharoitida izlanishdan to'xtamayapti. Ular an'anaviy usullarni zamonga moslashtirib, uyg'unlashtirib, yuqori hosil olish yo'lidan borishmoqda. Qishloq xo'jaligida ishlayotgan hamma ishlarimizda biz juda ko'p narsaga e'tibor bermay kelgan ekanmiz. Misol uchun yerning shu tarkibiga qarab, yerning joylashishiga qarab, yerning geografik o'rniga qarab biz urug' tanlamaganmiz. Har yili har xil navlab g'alla ekardik, paxta ekardik, lekin hosildorlik ko'ngildagidek bo'lmasdi. Mana Xudoga ming qadar shukr keladigan navga e'tibor berildi, g'alla naviga ham, paxta naviga ham e'tibor berildi. Shuning orqasidan butun elimiz, xalqimiz, fermerlarimiz xursanda. Xursand bo'lishining sababi avvalan mehnat qilar edi. Masalan shu 30 sentner, 40 sentner g'alladan hosil olibdi desa, xursand bo'lardi. Lekin biz o'sha paytlar ko'p narsaga tushunmay yurgan ekanmiz. Mana 2 yildan beri shu ekilayotgan urug'ning naviga e'tibor berib, mana 80 sentner, 100 sentner g'alladan hosil olyapmiz. Yerga e'tibor, naviga e'tiborning orqasidan bo'lyapti bu narsa. Har bir narsaga ilm bilan, bilim bilan birga yondashsa, yomon bo'lmasligini dehqonlarimiz to'liq o'rganib bo'ldi. Paxtakor tumani hududida Yevropa texnologiyasi asosida kunlik 240 tonna urug'lik bug'doyni qayta ishlash quvvatiga ega korxona faoliyati yo'lga qo'yildi. E'tibor bering, shu paytga qadar Jizzax viloyatida urug'lik bug'doy 3 bosqichda saralangan. Mazkur loyiha, ya'ni Jizzax tajribasi natijasida urug'lik donni endilikda 5 bosqichda saralash imkoniyati yaratildi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu maxsus lazerli qurilma urug'lik donni nafaqat shakli va o'lchami, balki rangiga qarab ham avtomatik tarzda saralash imkoniyatini beradi. Buning natijasida dehqonlarga sifatli urug' yetkazib berish imkoniyati yanada oshiriladi. Urug'lik g'alla jamg'arish davlat standartlariga asosan mos ravishda nava avlatlari bo'yicha alohida himoya to'siqlari bilan o'ralgan holda saqlash yo'lga qo'yildi. Viloyatimizda 2026-yil hosilidan 21 ming tonna urug'lik g'alla jamg'arildi. Urug'lik g'alla maydonlarining o'rimida alohida kombayn va tashqi texnikalarni alohida otryad qilib o'rimlar tashkil etildi. Ko'p yillar davomida biz tovar don bilan yonma-yon saqlab kelganmiz va buning natijasida urug'lik donda bir-biriga aralashib ketishi, sifati buzilishiga olib kelgan. Bu dehqonlarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Chunki dalalarimizda g'allalarimizni ikki xil navlarda aralashishi fermerlarimizni qiynab kelgandi.
Bu narsalarga chek qo'yish maqsadida bu yildan biz yangi texnologiya joriy qilib, yangi sexlarni o'rnatib, fotoseparatorlar tomonidan kalibrovka qilib, xudo xolasa yaxshi urug' sifatli urug' yetkazib beramiz. Hosilni nafaqat yetishtirish, balki uni asrab qolish ham soha vakillaridan ilmni talab etadi. Gap turli kasalliklar va zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash haqida borar ekan, mirishkorlarning bu yo'lda karantin inspektorlar bilan hamkorlikda ish olib borayotganliklarini e'tirof etish o'rinli albatta. Bugun Jizzax dalalarida tuproqning unumdorligini saqlash, toza va xavfsiz mahsulot yetishtirish yo'lidagi bu tashabbus ham albatta o'z samarasini beryapti. Bu yil ob-havomiz juda noqulay keldi. Masalan, yog'ingarchilik mavsumi juda ko'p bo'lganligi sababli zang kasalligi masalan katta talafot yetkazishi mumkin edi. Shuni hisobiga olib mana 3 marotaba zangga qarshi kurash ishlari olib borildi. O'zimizning agroko'makchi mobil ilovamiz orqali masalan har kunlik prognoz natijalar kelib chiqadi. Har hasharotni ham, kasallikni ham 10 kundan oldin bilish imkoniyatimiz bor. O'sha narsani inspektorlar tumandagi barcha fermerlarga yetkazib oldini olish. Kasallikni, hasharotni oldini olish. Maqsadimiz shu. Dehqonchilikda shunday bir palla borki, unda har bir soniya, har bir daqiqa oltinga teng. Bu g'alla o'rim mavsumi. Jizzaxga olib kelingan zamonaviy yangi o'rim kombaynlari bugun nafaqat ish tezligini, balki sohaning qiyofasini ham o'zgartirdi deyishimiz mumkin. Xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni kirib kelishi bizga juda katta yangilik bo'ldi. Jumladan Zarbdor tumanida 47 ta kombayn bo'ladigan bo'lsa, har bir kombaynga GPS navigatorlari hamda kameralar o'rnatildi. Har bir kombaynga individual yondashilgan asosda o'sha GPS navigatorlarda qayerda harakatlanyapti, nima uchun to'xtab qoldi, har birini markaziy dispetcherlik punktidan kuzatib turish, onlayn kuzatib turish yo'lga qo'yildi. Va bevosita mobil brigadalar uni texnik yordam ko'rsatib, ularga joyida ishni operativ tashkil qilgan holda kombaynda yuzaga kelgan texnik nosozliklar zudlik bilan bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Oldinlari buzilib, nosoz holga kelgan kombaynlar 4 soat, 5 soatlab e'tiborimiz chetda qolib ketgan. Hozirgi kunda uzog'i bilan 10 minut, 15 minut ichida o'sha yerda nosozliklarni turi aniqlanib, texnik yordam ko'rsatish ishlari tashkil etilyapti. Tumanimizda g'alla o'rim mavsumi 1 oygacha cho'zilgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha muddat 10 kunga qisqardi. Bu yilgi g'allachilikda mexanizatsiyalashtirishni yuqori tempga chiqqani bu alohida e'tiborga olishimiz kerak. 1,5 yilda 800 ga yaqin texnikalar olib kelindi. Yuzlab paxta terish mashinalari, 100 ga yaqin kombaynlar, lazerni yerga tegishlash, chizellar, chopiq traktorlari va hokazolar texnikalar bilan bu viloyatimizning mashina traktor parki boy edi. Endi bitta narsani aytish kerak, qishloq xo'jaligida dehqonda ish quroli soz bo'lsa, mashaqqati oz bo'ladi, bejizga aytmagan. Mana shu dehqonlarimiz bu yil juda qattiq kirishib mehnat qilishdiki, har bir gektardan mana 100 senlargacha hosil olinyapti. Shuningdek, buni zamirida texnikani xizmati juda katta yotibdi. Ya'ni shudgordan tortib turib, bugungi g'alla o'rimigacha tizim bilan, taktika bilan tashkil qilindi. 400 ga yaqin haydov traktorlari ishtirok etdi. 250-300 talab ekish moslamalari, ekish selkalari ishtirok etdi g'alla ekishda. Bargadan ozlantirib, zararkunandlarga qarshi kurash bo'yicha 650 dan ziyod ovxa texnikalari, purkagishlar ishtirok etdi. Joriy yilga g'alla o'rim yig'im mavsumi Jizzaxda yuqori darajada raqamlashtirilgan holda tashkil etilganligi bilan ajralib turdi. Mavsum ilk bor GPS texnologiyasi asosida tashkil etildi. Mavsumga jalb etilgan kombaynlarning harakati, yonilg'i sarfi va ish unumdorligi markaziy kompyuter orqali soniyama-soniya kuzatib borildi. Tavakkalchilik ustidan ilm va matonatning g'alabasi. Bu shunchaki oddiy gaplar emas. Bu aniq ilmiy hisob-kitob, tinimsiz izlanishlar va zaminga berilgan cheksiz mehrning asl mevasidir. O'tgan yil kuzda ezgu niyatlar bilan 180,4 ming gektarga, shundan 80,4 ming gektar suvli, 100 ming gektar lalmi maydonga don urug'i qadalgan edi. Yerga bor mehrini berib, zahmatli mehnatdan qochmagan, mas'uliyatli pallada o'zini chetga olmagan fermerlar 950 ming tonnadan ziyod boshoqli don yig'ishtirib olishdi. O'rtacha hosildorlik suvli maydonlarda 97-100 sentnerni tashkil qildi.
Bu viloyat tarixidagi misli ko'rilmagan natija. Jizzax usulining zamin bag'ridagi haqiqiy va buyuk g'alabasidir. Ko'rganlaringiz, tinglaganlaringiz mana shu ulkan natijalar. Yangi texnikalar, xonadonlardagi tinchlik, totuvlik bu shunchaki tasodif yoki osmondan tushgan baraka emas. Qo'rquvni yenggan va shu bilan birga muammolarni yashirmay, ularni ilm bilan hal etgan zahmatkash dehqonlarimiz, mehnatkash mexanizatorlarimizning matonati mahsulidir. Biz ularni hech ikkilanmay zamonamiz qahramonlari deyishimiz mumkin. Zero ilmiy tafakkur va zaminga bo'lgan mehr birlashgan joyda yuksalish hech qachon to'xtamaydi.